Har bir dardu g'amlarga tabiiy bir inson bor bo'lmaydi topib. Assalomu alaykum hurmatli mirishkorliklar. Hammalaringizga o'zimning murojaatimni o'ylab fikrimni bildirmoqchiman. O'ylaymanki, meni qo'llaysizlar. Agar xato gapirayotgan bo'lsam, xatolarimni to'g'rilaysizlar degan maqsaddaman. Bilasizlar, qabristonga, janozaga tahoratsiz borish mumkin emas. Bu juda ham gunohlardan biri hisoblanadi. Shu sababli qabristonga kiraverishda chap qo'lda ozroq joy bor, devor tagida, o'sha yerga bittagina tahoratxona qilishdi. Sizlar bilan maslahatlashmoqchi edim. Xo'p desalaringiz, hammalashib shu tahoratxonani birgalik tez kunlarda qurib bitkaza olamiz deb fikrladim. Bu fikrimni qo'llasalaringiz, iltimos lechkamga yoki bo'lmasa layklar orqali bildirsalaringiz, shu ishni boshlab yubormoqchiman. Ikkinchi taklifim, tashabbusim esa yildan yilga hovlilarimiz tor bo'lib, yildan yilga mana domda yashovchilar ko'payyapti, mana uylarda yashovchilar ko'payyapti. Mana Jinovlarda janozani qabristonga borib o'qiladi-da. Bizada ham 5 yildir, 10 yildir, qachonlardir baribir janozalarni olib borib, shu qabristonda o'qilish balki qabristondagi janozaxonamiz, ayvonimiz juda ham charchab qolgan. Endi ta'mirtalab bo'lib qolgan. Agar xo'p desalaringiz, katta el biza hammamiz birlashsak, ana shu ayvonni chiroyli ko'shk holatiga keltirib, chiroyli ayvon holatiga keltirib ta'mirlashga kuchimiz yetadi deb o'ylayman. Kuchi ko'p narsaga yetadi-da. Shu fikrimni ham agar qo'llayman desalaringiz, birgalikda shuni ham harakat qilsak, tezlik bilan qilsak bo'ladi deb o'ylayman. Fikrlaringizni kutaman. Agar xato gapirayotgan bo'lsam, oldindan uzr so'rayman sizlardan. Keyin yana fikrimni bildirmoqchi edim. Tahoratxona qiladigan bo'lsak, agar blok g'isht kerak bo'lsa, g'ishtchilar yordam qilsa, keyin xozmakchi do'konchilar o'sha shlankadan, trubadan yo bo'lmasa ariston kerak bo'lib qoladi, o'sha narsalardan birlashib ikkita xozmakchi bir narsani olib bersa, imkoni bori yetadigani faqat. Keyin sement, pesok, shebenlarga katta mashina haydaydigan kamaschi yigitlarimiz, karachi yigitlarimiz birlashsa, usta yigitlarimiz ham kelib bir kun, yarim kun xizmatlarini ayashmasa, keyin yana iqtisodiy tomonlarga saxiy boylarimiz yordam berishsa, bu ish hech narsa emas-da. Hech narsa emas. Ko'pchilik juda ko'p ishlar qilsak bo'ladi. Mana shu Mirishkorda 7 ta katta mahalla bor. 7 ta katta mahallada o'rtacha 4,000 dan aholi bo'lsa ham 20,000 dan ko'p bo'ladi. 20,000 kishidan ortiq aholini kelingki 2,000 tasi ehson berishga kuchi yetadigan yo bo'lmasa nima deydi, istagi bor kishi bo'lsa, 2,000 kishi birlashsa, katta narsa bo'lib ketadi. Buni ko'p o'yladim, bir 3 oylardan beri o'ylayman. Temur Malik Eshonboy bilan ham maslahatlashdim. Maslahat bu ishni qilayotganim yo'q. Birlashib qilsak, yaxshi ishlar bo'ladi deb o'ylayapman. Hammamiz uylarimizga yangi pardalar qilyapmiz. Aboylar qilyapmiz, remontlar qilyapmiz, darvozalar, yangi ko'rpachalar, yangi gilamlar. Lekin asosiy uyimizga, borar joyimizga, borar mehmonxonamizga nima qildik? Shu fikrimga qo'shilsalaringiz, to'g'risi hammamiz yaxshi ish qilgan bo'lamiz deb o'ylayman. Hammamizning yaqinlarimiz o'sha yerda va hammamizning borar joyimiz o'sha yer. Birlashaylik deyam, lekin yana aytaman, o'z boshimchalik bilan qilayotganim yo'q. Temur Malik Eshonboy bilan maslahatlashganman, qayta fikrlashganman. Eldi katta otaxonlari bilan shu fikrni maslahatlashib, keyin o'rtaga tashlayapman. Bir 3 oylardan beri maslahatlashdim bu narsani. Birlashsak yaxshi ishlar qilarkanmiz.
Qabristonda eng asosiysi janozaxonani ham juda ham yaxshilab taxlab olish, yaxshi ayvon holatiga keltirishimiz kerak va sal bir tomonga tut tomonga sal kattartirishimiz kerak. Buni chizmalarini arxitektor Nurbekdan iltimos qilib so'raymiz deb kelishib olganmiz. Nurbek o'zlari chiroyli chizmalar qilib beradilar. U kishini ham mana shu xizmatlari ehson sifatida bo'ladi balkim. O'sha tahoratxonani ham razmerlarini, chizmalarini o'zimiz mana shunday arxitektor yigitlardan iltimos qilib, chiroyli qilib, zamonaviy qilib qilmoqchi biza. Birlashamizmi? Agar birlashadigan bo'lsak, kelinglar ertadan birlashaylik. Keyin yana bu ishlarni birlashib qilishda kimnidir plastik kartasi kerak bo'ladi. Shu ishonchli bitta insonni plastik kartasini ochamiz va o'sha plastik kartani ishonchli yana qaysidir insonlarga ulab qo'yamiz. Qancha tushganini o'sha hech bo'lmasa 7 kishi yo 6 kishi yo 5 kishi bir-birovini guvoh bo'lib bilib turadi. Ishonch ham juda muhim narsa. Kimgadir plastik karta ochib shunday qilamiz va tushgan mablag'ni o'rtaga tashab birlashib, hattoki qabristonga o'sha yoritgichlar qo'yishga ham menimcha ko'zim yetadi-da. Tez kunlarda, tez fursatda qila olamiz. Qabristonimizni, o'sha o'zimizni borar joyimizni, mehmonxonamizni chiroyli qila olishimizga ko'zim yetadi. Chunki menga sal oldinroq chetda xizmat telefon qilishdi. Men aytdim, shunaqa balkim saylovdan keyin ishlamasman desam, yo'q opa, saylovgacha ham ishlang, saylovdan keyin ham ishlang. Birlashib ko'proq ish qiling. Men aytdim, ha, shu qabristonlarda ishlar qilmoqchiman desam, ishni to'xtatmang, birgalashib qilamiz. Biz chetdagi musofirlar ham birlashamiz deb menga motivatsiyani o'sha chetda yurgan mirishkorliklarimiz ham motivatsiya berishgani uchun sizlarga yurak yutib bu narsani o'rtaga tashladim. Rahmat sizlarga. Mirishkorliklar, shu plastik kartaga kim pul tashlasa, iltimos chekini menga tashlab beringlar. Shu summaga qarab ish boshlaymiz. Shu sababli va cheki bizlar uchun zarur. Mayli kimligingizni berkitib bo'lsa ham menga cheklarni tashlab bersanglar, iltimos sizlardan. Aziz mirishkorliklar, savoblar aksiyasi davom etadi. Xudo xohlasa qabristonimizda juda ham yaxshi ishlar davom etadi va sizlarning yordamlaringiz bilan, sizlarning tashabbuslaringiz bilan bu ishlarimiz yakun topadi. Birgalikda hammamiz birlashamiz. To'xtamanglar. Birgalikda tezlashamiz. Buni hech qachon ham bir kishi qila olmaydi. Buni butun el qiladi. Mana shu 8 ta mahallada 25 mingdan ortiq aholi bo'lsa, 25 mingdan ortiq aholini 5 mingtasi ehson qilishga salohiyati yetarli yoki bo'lmasa xohishi bor inson bo'lsa, 5 ming kishi birlashsak, juda ham katta ishlar qilsak bo'ladi. Qabristondagi tahoratxonamiz ham zamonaviy bo'ladi, ichkaridagi o'sha ayvonimiz ham zamonaviy bo'ladi. Xudo xohlasa birlashamiz. Iltimos, chetda musofirda yurgan kishilarimizga ham xabarlarimizni yetkazinglar. Birlashib, mana Shukrullo akani plastiklarga pul tashab, ishni boshlaymiz. Kimni katta mashinalari bo'lsa, kim blok chiqarayotgan bo'lsa, g'ishtlar, o'sha sement bloklar chiqarayotgan bo'lsa, o'shalar iltimos sizlardan qo'llaringizdan kelgancha shu sementdan, blokdan, shebendan, pesokdan yordam qilinglar. Xozmaki bor kishilar esa iltimos o'sha arston yo bo'lmasa kerakli boshqa narsalardan yordam qilinglar. Usta yigitlarimiz eshiklarni yasab beringlar yoki bo'lmasa borib o'sha ishlarida yordam beringlar, fundamentini qilib yoki bo'lmasa g'ishtlarini terishda birlashamiz. Hammamiz o'sha bitta qilgan ishimiz balkim shu bitta tahoratxonamiz 100 yillar xizmat qiladi. 100 yillardan keyin biz yo'q bo'lgan paytlarimizda ham savoblari bizga yozilib turadi-da. Birgalikda hammamiz shu ishni qilishimiz kerak. Iltimos birlashamiz, tezlashamiz aziz mirishkorliklar.